Hurmatli birodarlarim, Alloh rozi bo'lsin sizlardan. Bu haligi bir qilichday bir sog'lom yurishingiz bu ham ketadi. Yengil kuningiz ham ketadi. Xursandchiligingiz ham ketadi. Xuddi shunga o'xshaganday birodar. Bu qarzingiz ham ketadi. Dardingiz ham ketadi. Assalomu alaykum, hurmatli aka-ukalar, jigarlar. Bugun yana sizlarga shunaqa bir iltimos bilan chiqyapman. Mana qo'limdagi hamma dokumentlar mana ko'ryapsizlar. O'zbekistonda dokumentlari, Qirg'izistondagi hamma yerda mana akalar, opalarimiz olib borib ko'rsatishdi dadasini ko'ryapsizlar. Oyog'i mana gangren bo'lib ketgan akalar. Mana oyog'ida ham bor ekan, bunisi mana olingan. Oyog'ini kesib yuborishgan ekan. Mana bu tomoni mana o'sha yiring bosib, mana oyoq iljirab ketgan. Iljirab. Sizlardan iltimos shuni ko'pchilikka tarqatib beringlar. Ko'pchilik odam ko'rsin. To'g'ri, hozir hammaga oson bo'lmayapti. Hammaning o'zgarishi, qiyinchiligi bor, lekin bizdan ham, hammamizdan ham muhtoj odamlar bor ekan, hattoki uyini sotuvga qo'yib yuboribdi. Bundan tashqari yuragiga stent qo'yish kerak ekan. Yoshi ulug'roq hozir ekan, mana o'zingizlar ko'rib turibsizlar. Mana atay sizlarni mana yaqinroq qilib ko'rsatyapman, mana ko'ryapsizlar. Mana tovon yo'q bu yerda mana. Tovon yo'q, uje gangrena bo'lib, maylar kesilgan ekan mana. Yiring bosib qopti. Akalar, sizlardan iltimos. Hozir mana hojayamiz bor ekan, hojayamizdan bir qator so'raymiz. Hurmatli hamshaharlar, sizlardan iltimos qilib, men shu bloger bolalarni chaqiruvdim. Sizlardan iltimos yordam beringlar shu xo'jayinimga. Akalar, iltimos sizlardan ko'pchilikka tarqatib beringlar, ko'pchilikka tarqatib jitcha 1 so'mmi, 5 so'mmi, 10 so'mmi qizig'i yo'q akalar. Yordam berib qo'yaylik. Majburligidan odamlar chiqadi buni. O'zlari haligi nima deydi? Ba'zi bir odamlarga o'xshab, mashinlarga o'xshab chiqmaydi. Odamlar majburlikdan chiqadi. Otasini yo'qotmasligi uchun chiqishadi, onasini yo'qotmasligi uchun chiqishadi. Iltimos sizlardan ko'pchilikka tarqatib beringlar. Assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlarim, yurtdoshlarim, akalarim, ukalarim, opalarim, singillarim. Men sizlarga murojaat qilishimning sababi mana 2 yildirki bo'lib qolyapti. Oyoqlarim qorayib, gangren bo'lib kesildi. 2 marta operatsiya ko'rgidan o'tildi. Endi hozir mana kelganda oyog'imni boshmoqdog'i yana qorayib qoldi. Shuni operatsiya qildirishimiz kerak. Hamda yuragimga stent qo'yish kerak. Pochkam chataq. Endi murojaatim sizlardan Allohning yo'lida menga bir nazorat tashlab, bir yordam berib o'tishingizni so'rayman. Men ham insonlarga o'xshab oyoqqa turib yurib berishni xohlaydim. Allohimni hamdini Allohga qo'ydim. Alloh o'zi mehribon. Qo'lingizdan kelgancha yordam berishinglarni aynanglar. Hurmatli birodarlarim, Alloh rozi bo'lsin sizlardan. Mana o'zingizlar eshitdinglar akalar. Sizlardan aytyapman, yana qaytib iltimos qilyapman. Ko'pchilik gruppalarga tashlab beringlar. 1 so'mdan yig'sak hamchi juda ko'p pul olib ketadi. Inshaalloh hozir akani o'zini qaratgani, mas kamchiliklarni to'g'rilatgani. Agar kelib ko'raman desanglar, adreslarini aytaman, banklarini aytaman. Qo'lingizdan kelgancha yordam bersanglar yaxshi bo'lardi. Ko'rdinglar, ko'zinglar bilan o'zingizlar guvoh bo'ldinglar. Tarqatib beringlar sizlardan iltimos. Mana aytganimdek, mana uyini hattoki mana sotuvga qo'yishib yuboribdi, ko'ryapsizlar. Hozir shu uyda yashaydigan qizini bankini beraman sizlarga, yozib olinglar. 0557 bilan 091419 ekan. Qaytaraman, 0557 bilan 091419 ekan. Muhayyo deb chiqar ekan. Agar kelib ko'raman deydigan bo'lsanglar, akalar, bu ko'chamiz ulitsa Majnuntol bo'ladi. Majnuntolda o'zi yo'lni bo'yida bittagina mana masjidimiz turibdi, mana ko'ryapsizlar. Mana shu masjidni ro'pparasidagi uy. Masoqchi borsa 20 ming dollar ketsa kerak, inshaalloh Xudo xolasa yaxshi bo'lib qolsa kerak. Akalar, hammangizdan Alloh rozi bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatulloh.